Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Jo'jalarimiz Xudo xolasa 3 kunlik bo'ldi. Bugun 4-kun ekan. Bugun erta mana baribir 4 kun hisoblanadi. Aziz yurtdoshlar. To'rt kunlik jo'jalarimiz. Kimga shunaqa qora tovuq jo'jalari kerak bo'lsa, sariqlari ham bor ichida. Bunaqasi ham bor, mana qizg'ichrang. Kimga shunaqa jo'jalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Andijon Niyozbotirdanmiz. Andijon viloyati Asaka tuman Niyozbotirdanmiz. Telegramga joylaymiz. Mana erta matanga soat 7:27. Mana dorilarni mana berdik. Dorilarni tayyorlab mana bizlarga. Yerda hozir xudo xolasa 1600 ta o'xshi bor. 900 ta qora tovuq bor. 700 ta bunaqa sariq, işte bunaqa dadilligini qaranglar, yugurib ketyapti mana. 700 ta shunaqa aralashmasi bor. 900 ta qora jo'jamiz bor. Agar kimga shunaqa jo'jalar kerak bo'lsa, yo lichkaga yo bo'lmasam nomer qoldiraman pastda, aloqaga chiqib olasizlar.